Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mobil ilovalarni ishlab chiqish fanida React Native'da ma'lumotlar bazasi bilan ishlash mavzusini ko'rib o'tamiz. Xo'p, React Native'da ma'lumotlar bazasi bilan ishlash o'zi React Native haqida bundan oldingi darslarimizda tushunchalarga ega bo'lganmiz. React Native bu bitta kod bazasi orqali Android operatsion tizimi ilovalarini yaratish imkonini beruvchi framework hisoblanadi. Mobil ilovada foydalanuvchi ma'lumotlarni saqlash, o'qish, tahrirlash va o'chirish zarur bo'lsa, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash ham muhim ahamiyat kasb qiladi. Mobil ilovalarda ma'lumotlar bilan ishlash quyidagi holatlarda bizlara eng keraklilari hisoblanadi. Birinchisi bu foydalanuvchi profili saqlanganda, login holati eslab qolinganda, mahsulotlar ro'yxati yuklanganda, offline rejimda ishlash zarur bo'lganda va ilova ichidagi yozuvlar, izohlar, buyurtmalar saqlangan holatda biza uchun zarur bo'ladi. Demak, React Native'da ma'lumotlar bazasi bilan ishlash mobil ilovani barqarorligi, tezligi va foydalanuvchi qulayligi uchun juda muhim hisoblanadi. Mobil ilovalarda ma'lumotlar saqlashni asosiy usullari mavjud bizada. Bular mobil ilovalarni ishlab chiqishda ma'lumotlarni saqlash va boshqarish muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Har qanday mobil ilova foydalanuvchi bilan ishlash jarayonida ma'lum turdagi ma'lumotlarni yig'adi, uni qayta ishlaydi va saqlaydi. Shu sababli ma'lumotlarni qayerda va qanday saqlashni to'g'ri tanlash ilovani samaradorligi, tezligi va ishonchliligini bevosita ta'sir qiladi. React Native platformasida ma'lumotlarni saqlashni bir nechta usullari mavjud bo'lib, ular asosan 3 ta asosiy modelga bo'linadi. Birinchi modelimiz mahalliy saqlash, ya'ni local storage hisoblanadi. Ikkinchi modelimiz masofaviy ma'lumotlar bazasi, ya'ni remote database hisoblanadi va uchinchi model bizada aralash model, ya'ni gibrid model hisoblanadi. Bu local storage bilan remote database'ni aralashmasidan hosil bo'ladi desak ham bo'ladi. Har bir usulni o'ziga xos xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklari mavjud bo'lib, ular ilovani turiga qarab tanlanadi. Bu yerda React Native'da ma'lumotlarni saqlash. Ko'pchilik React Native ishlab chiquvchilar ma'lumotlar qayerda saqlanishini bilishmaydi. Ma'lumotlar quyidagicha saqlanadi React Native'da. Birinchisi bu xotira keshi, ya'ni RAMda tez, lekin vaqtinchalik hisoblanadi. Bu ilova yopilganda tozalanadi, ya'ni vaqtinchalik bo'lgani uchun ilovani yopishimiz bilan xotiradan o'chib ketadi. Sync storage, ya'ni sinxronizatsiyalangan storageda bu doimiy saqlashni bizlarga yordam beradi ma'lumotlarni. Umumiy ma'lumotlar uchun juda yaxshi ma'lumotlar saqlash joyi hisoblanadi. Keyin shifrlangan saqlash bor bizada. Shifrlangan saqlash bu xavfsiz va shifrlangan ma'lumotlarni saqlash uchun xavfsiz va ma'lumotlarimiz shifrlangan bo'ladi. Bular asosan maxfiy ma'lumotlar uchun ishlatiladi. Xo'p, diskda saqlash va xavfsiz saqlash usullari mavjud deb aytdik. RAM va disk o'rtasidagi farq vaqtinchalikmi, doimiymi, shifrlanganmi yoki shifrlanmagan oddiymi ma'lumotmi degan savollarga bizlarga javob berib ketadi. Mahalliy saqlashga keladigan bo'lsak, bu local storage deyiladi. Bu yerda modellarni ko'rib o'tdikina, birinchisi bizada local storage edi, xuddi shu. Local storage haqida gaplashadigan bo'lsak, mahalliy saqlash bu ma'lumotlarni bevosita foydalanuvchining qurilmasida, ya'ni telefon, planshet xotirasida saqlash usuli hisoblanadi. Bu usulda ilova serverga bog'liq bo'lmagan holda ishlaydi va internet mavjud bo'lmagan sharoitda ham faoliyat yuritib biladi. React Native muhitida mahalliy saqlash uchun quyidagi texnologiyalar keng qo'llanilib ketiladi.
Sinxronizatsiyalangan storage, SQLite, Realm, Watermelon DB ma'lumotlar bazasi, MMKV va shunga o'xshash bir qancha muhitda ma'lumotlarni saqlashimiz mumkin ekan. Mahalliy saqlash odatda kichik va o'rta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda keng qo'llaniladi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, foydalanuvchi login holati, sozlamalar, vaqtinchalik ma'lumotlar yoki kech ma'lumotlari shu yerda saqlanadi. Mahalliy saqlashni o'ziga yarasha afzalliklari mavjud va kamchiliklari mavjud. Hozir sizlar bilan mahalliy saqlashni afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Bu yerda bir qancha afzallik tomonlari berilgan. Bulardan eng birinchisi bu internet mavjud bo'lmasa ham ishlab biladi. Ya'ni biz internetsiz ham ma'lumotlarimizni saqlab bilamiz ekan. Ma'lumotlarga tezkor murojaat qilish imkonini beradi. Ma'lumotlar bazasidan ma'lumot olganimizda bizlara tezda javob qaytarib beradi ekan. Tizim resurslaridan samarali foydalanadi. Ya'ni kerakli joyda kerakli resursdan oqilona foydalanadi. Bu esa bizlarni ish tezligimizni, samaradorligimizni oshirishga yordam beradi. O'rnatish va ishlatish nisbatan oson. Ya'ni boshqa ma'lumotlar bazasiga qaraganda o'rnatishimiz oson va ishlatishimiz, tushunishimiz juda oson ekan bu ma'lumotlar bazasida. Bu ma'lumotlar bazasini o'ziga yarasha kamchiliklari ham mavjud. Hozir bir qancha kamchiliklarni ko'rib o'tamiz. Asosiy kamchiliklari bu: qurilma o'zgarsa yoki ilova o'chirib yuborilsa, ma'lumot yo'qolishi mumkin. Katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish qiyinlashadi. Bu asosan shunday kichikroq hajmdagi ma'lumotlarni saqlash uchun ishlatiladi ekan. Xavfsizlik darajasi pastroq bo'lishi mumkin agar maxsus himoya ishlatilmasa, ya'ni biza himoyalash rejimidan foydalanmasak, xavfsizlik darajasi pastroq bo'ladi. Umuman yo'q bo'lmaydi, pastroq bo'ladi ekan. Mahalliy saqlash ayniqsa offline first yondashuvida muhim rol o'ynaydi. Bunda ma'lumotlar qurilmada saqlanadi va keyinchalik server bilan sinxronlanadi. Xo'p, endi masofaviy ma'lumotlar bazasiga keladigan bo'lsak, bu remote database deyiladi. Masofaviy ma'lumotlar bazasi bu ma'lumotlarni serverda yoki bulutli platformada saqlash usuli hisoblanadi. Bu yondashuvda mobil ilova internet orqali server bilan bog'lanadi va barcha ma'lumotlar markazlashgan holda boshqariladi. React Native ilovalarida quyidagi remote database texnologiyalari keng qo'llaniladi. Firebase, Firestone, Supabase, MySQL yoki PostgreSQL, bu yerda REST API'lar orqali ma'lumotlar almashadi va MongoDB Atlas'dan foydalanib ketiladi ekan. Masofaviy bazalar asosan ko'p foydalanuvchilar tizimlarda qo'llaniladi. Misol sifatida aytadigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn do'konlar, chat ilovalari va shunga o'xshash boshqa real-time tizimlarni misol qilsak bo'ladi. Masofaviy ma'lumotlar bazasini o'ziga yarasha afzallik va kamchiliklari mavjud. Afzalliklari bu: bir nechta qurilmalar o'rtasida ma'lumotlar sinxron ishlaydi. Ya'ni sinxron va asinxronni farqini bilasizlar. Bular first in first out o'xshab ketadi. Markazlashgan boshqaruv mavjud. Ya'ni barcha boshqaruv bir yerda markazlashgan holatda ishlaydi. Foydalanuvchi hisobidan bog'lab ishlatish mumkin. Xavfsizlik va autentifikatsiya tizimlari mavjud. Xavfsizlikka bu bazada yuqori talab qo'yilgan. Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyati mavjud. Bundan oldingi ma'lumotlar bazasidan chiqadi. Katta hajmdagi ma'lumotlar bazasi bilan ishlashimiz qiyin edi. Buni afzallik tomoni katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyati ham yuqori ekan. Kamchiliklari bu o'ziga yarasha internet mavjud bo'lishi shart. Ya'ni bizada mahalliy saqlashda, ya'ni local storage'da bizada internet mavjud emas edi.
Masofaviy ma'lumotlar bazasında ise bizlere internet şart ekan. Yani internetsiz bize bu ma'lumotlar bazasından foydalanıp bilmaymiz. Server ve API sozlash talab qilinadi. Yani server ve API'siz umuman ma'lumotlar bazası bilan ishlab bilmaymiz. Kichik yuzeye, kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Bizada mahalliyda kechikishlar yuzaga kelmasadi. Tezda javob olib biladi biza. Masofaviy ma'lumotlar bazasida esa kechikishlar yuzaga keladi ekan. Va bizada mahalliy ma'lumotlar bazasi tushunish oson, o'rnatishimiz oson edi. E, Masofaviy ma'lumotlar bazasida esa tizim sal murakkabroq, ya'ni murakkablashib ketadi ekan. Masofaviy ma'lumotlar bazasida ishlash odatda API orqali amalga oshiriladi. Ilova serverga so'rov yuboradi. Server esa ma'lumotni qaytaradi va foydalanuvchi interfeysida aks ettiriladi, ya'ni bizlarga ko'rsanadi UI qismimizda. Aralash modelga keladigan bo'lsak, bu gibrid model hisoblanadi. Aralash model bu mahalliy va masofaviy saqlash usullarini birgalikda bog'lashga asoslangan yondashuv hisoblanadi. Bu model zamonaviy mobil ilovalarda eng ko'p qo'llaniladi. Chunki u ikkala usulni ham afzalliklarini o'zida birlashtiradi. Bu yondashuvda ma'lumotni bir qismi qurilmada saqlanadi. Asosiy ma'lumotlar serverga joylashtiriladi va ma'lumotlar doimiy ravishda sinxronlanib boriladi. Misol sifatida aytadigan bo'lsak, foydalanuvchi token qurilmada saqlanadi. Asosiy ma'lumotlar serverdan olinadi va vaqtinchalik ma'lumotlar lokal bazada kesh sifatida saqlanib turiladi. Xo'p, endi React Native'da ishlatiladigan asosiy ma'lumotlar bazasina keladigan bo'lsak, React Native platformasida mobil ilovalar yaratishda ma'lumotlarni saqlash uchun turli xil ma'lumotlar bazalari va storage texnologiyalarini foydalaniladi. Har bir texnologiya ma'lum turdagi vazifalar uchun mo'ljallangan bo'lib, ularni to'g'ri tanlanishi ilovani samaradorligi va ishlash tezligini bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu bo'limda biz hozir React Native'da keng qo'llaniladigan asosiy ma'lumotlar bazalarini ko'rib chiqamiz. Bular SQLite, Firebase ya Firestore, e, Asynchron Storage va Realm'ni misol qilib aytsak bo'ladi. Asinxron storage'ga keladigan bo'lsak, bu kalit qiymat, ya'ni key value hisoblanadi. Shuning ko'rinishida ishlovchi oddiy lokal saqlash mexanizmi hisoblanadi. Bu asosan kichik hajmdagi ma'lumotlarni saqlash uchun mo'ljallangan. Qo'llanilish sohalari mavjud. Asinxron storage quyidagi holatlarda keng qo'llanilib ketiladi. Birinchisi bu foydalanuvchi tokenini saqlashda, login holatini eslab qolishda, ilova sozlamalari, misol sifatida aytadigan bo'lsak, til, tema yoki bo'lmasam konfiguratsiyalarni aytsak bo'ladi va foydalanuvchi interfeyslarida vaqtinchalik ma'lumotlar, ya'ni keshlar bilan ishlaganda keng qo'llanilib ketiladi. O'zine yarasha afzalliklari mavjud. O'rnatish va sozlash juda oson. Foydalanish API sodda va tushunarli. Kichik hajmdagi ma'lumotlar bilan tez ishlaydi va platformaga bog'liq hisoblanmaydi. Ya'ni Android bo'lami yoki bo'lmasam iOS bo'lami platformani tanlamaydi ekan. O'zine yarasha kamchiliklari mavjud. Bular katta hajmdagi ma'lumotlar uchun mos hisoblanmaydi. Murakkab strukturali yoki bog'lanishli ma'lumotlarni boshqarish qiyin, xavfsizlik darajasi past, ya'ni shifrlanmagan holatda bo'ladi ekan. Bu kamchiliklari hisoblanadi. BD'ni o'rnatish aytib o'tilgan. Biza asinxron storage'ni o'rnatish uchun boshda npm install deymizdan React Native asynchron storage deymizdan asynchron storage deb slash bilan yozib ketamiz. Shunday holatda ishlatadi, o'zi avtomatik asynchron storage'ni ustanovka qiladi ekan. Endi SQLite ma'lumotlar bazasina keladigan bo'lsak, bu ma'lumotlar bazasi bilan
Webda ko'p ishlayansizlar menimcha, to'g'rimi? SQLite, MySQL bilan. SQLite bu relatsion ma'lumotlar bazasi hisoblanadi. Ma'lumotlarni jadval ko'rinishida saqlaydi. Katta hajmdagi strukturali ma'lumotlar bilan ishlash uchun juda qulay hisoblanadi. SQLite'ni o'ziga yarasha qo'llanilish sohalari mavjud. Biza asosan quyidagi tizimlarda ko'p qo'llaymiz bu ma'lumotlar bazasini. Talabalar va o'quv tizimlarida, mahsulotlar katalogida, buyurtmalar tizimida, moliyaviy hisobotlar yoki bo'lmasam offlayn ishlaydigan ilovalarda biza keng foydalanib ketamiz ekan. O'ziga yarasha afzalliklari bor. SQL so'rovlari orqali kuchli boshqaruvni talab etadi. Jadval, ustun va relyatsiyalar mavjud. Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlatiladi va internetga bog'liq emas. Ya'ni biza offlayn tarzda ham ishlatib bilamiz ekan bu ma'lumotlar bazasini. O'ziga yarasha kamchiliklari mavjud. Bu kamchiliklari asinxron storage nisbatan murakkabroq ishlaydi. SQLite tilini bilish talab qilinadi va sozlash jarayoni biroz murakkabroq bo'ladi. O'rnatishga keladigan bo'lsak, bundan boshda npm install React Native SQLite storage desak, nishadadi bizlarga SQLite'ni o'rnatib beradi. Bazani ochish uchun bu yerda bir qancha kodlar keltirilgan, ya'ni bazani ochish uchun biza import SQLite from deymizdan React Native SQL storage va qiymatini o'zgarmas qilib SQLite'da Open Database'ni och deymiz. Agar app database dbni locationi default holatda bo'lsa, console'da baza ochildi deb chiqsin. Aks holda, ya'ni error bo'lsindan console'da xatolik deb chiqsin bizlarga, to'g'rimi? Endi bu yerda jadval yaratishga keladigan bo'lsak, jadval yaratish ham jadval yaratishda biza create table if not exist user, ya'ni user degan table yaratilmagan bo'lsa, bizlarga shuni yaratib ber deymiz. Name'ini va emailini text etib bizlarga kirishsin. Az bir minut turasizlar. Xo'p, bu ma'lumotlar bazasi bizada obyektga yo'naltirilgan obyekt oriented ma'lumotlar bazasi hisoblanadi. Ya'ni Realm mobil ilovalar uchun maxsus optimallashtirilgan hisoblanadi. Xususiyati SQLite'dan farqli ravishda ma'lumotlar jadval emas, balki obyektlar ko'rinishida saqlanadi. O'ziga yarasha afzalliklari bor. Juda tez ishlaydi. Obyekt sifatida ishlaydi, ya'ni OOP'ga moslashtirilgan va real-time ishlash imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, murakkab ilovalar uchun juda qulay hisoblanadi. O'ziga yarasha kamchiliklari bor. Bu ma'lumotlar bazasining kutubxona hajmini kattaligi boshlovchilar uchun biroz murakkablikni yuzaga keltirishi mumkin. Sozlash uchun vaqt talab qilinadi. O'rnatish uchun yana shu git boshda npm install realm deb yozsak, shu yetarli, o'zi avtomatik nishlatadi ekan, uстановка qiladi ekan.
Model yaratish va bu yerda model yaratish uchun biz ishlatamiz. Xuddi shu ko'rinishda yozamiz va user misol uchun user modelini yaratsak bo'lsa, nomini, ID'sini, emailini va primary key'ini ID'sini yozsak yetarli hisoblanadi ekan. Firebase va Firestore ma'lumotlar bazasine keladigan bo'lsak, Firebase bu Google tomonidan ishlab chiqilgan bulutli yangi cloud platforma hisoblanadi. Mobil va web ilovalar uchun backend xizmatlarini bizlara taqdim qiladi. Firebase tarkibida Firestore nomli NoSQL real-time ma'lumotlar bazasi mavjud bo'lib, bu ma'lumotlarni tezkor saqlash va sinxronlash imkoniyatini bizlarga yaratib beradi. Xo'p, endi Firestore ma'lumotlar va hujjatlarni va to'plamlar ko'rinishida saqlanadi. Bu esa uni an'anaviy SQL bazalaridan farq qilishini yordam beradi. Firestore'ni ishlash prinsipini keladigan bo'lsa, Firestore'da ma'lumotlar quyidagi tuzilishda saqlanadi. Collection ya'ni to'plam, bu yerda ma'lumotlar guruh sifatida saqlanadi. Dokument, hujjat, alohida yozuvlar sifatida saqlanadi va failed ya'ni maydon, hujjat ichidagi atributlar sifatida saqlanadi. Bu yerda yana user degan collection mavjud. User birda ham dokument yaratilgan va failed ya'ni maydonlari, uni ichidagi atributlari, name va email degan atributlari keltirib o'tilgan. Qo'llanilish sohasina keladigan bo'lsak, Firebase va Firestore quyidagi turdagi ilovalar uchun juda mos keladi. Bular chat va messenger ilovalari uchun, real time yangilanish talab qiladigan tizimlar uchun, ijtimoiy tarmoqlar uchun, foydalanuvchi identifikatsiyasi talab qilinadigan ilovalar uchun, bulutda ma'lumot saqlash, ya'ni cloud storage'da va IoT va monitoring tizimlarida keng qo'llanilib ketiladi. O'zine yarasha afzalliklari bor bu Firebase va Firestore'ni. Firebase platformasini ustunlik talablarini sanab o'tadigan bo'lsak, server yozmasdan ishlatishimiz mumkin. Ya'ni backend tayyor holatda ham mavjud bo'ladi. Real time sinxronlash bu ma'lumot o'zgarsa barcha qurilmada darhol yangilanadi. Identifikatsiya tizimini mavjudligi, ya'ni email, Google, telefon orqali loginlarni mavjudligi bu bizlarni ma'lumotlarimizni xavfsizligini ta'minlab beradi. Google infratuzilmasini asoslangan, ya'ni ishonchli va barqaror hisoblanadi. Tez integratsiya qilinadi. React Native bilan oson bog'lanishni bizlarga yaratib beradi. Masshtablanuvchanlik, ya'ni kichik va katta loyihalardan birden ishlatsak bo'ladi ekan. O'zine yarasha kamchiliklari bor. Firebase va Firestone'ni internetga to'liq bog'liq, ya'ni offline ishlash bizlarga cheklangan hisoblanadi. Katta loyihalarda xarajat oshishi mumkin. Backend ustida to'liq nazoratni yo'qligi bu eng asosiy kamchiligi va vendor loginlar boshqa tizimga o'tish bizada qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Firestore bilan ishlash bosqichlarini keladigan bo'lsak, Firebase'dan foydalanish uchun quyidagi bosqichlar bajariladi. Firebase loyihasini yaratishimiz kerak. Ilovani Firebase bilan bog'lashimiz va Firestore bazasini yoqib, CRUD amallarini bajarishimiz zarur hisoblanadi ekan. O'rnatish yana shu git bashda npm install react native firebase app deb yozamiz, o'zi install etadi. Firebase Firestore kerak bo'lsa, yana shu npm install react native firebase Firestore komandasidan foydalanib ketamiz. Endi CRUD amallarına keladigan bo'lsak, har qanday ma'lumotlar bazasi bilan ishlashning asosi bu CRUD amallari hisoblanadi. Hozir ko'rib o'tamiz. CRUD create, read, update va delete so'zlarini bosh harflaridan kelib chiqqan. Ya'ni create bu yangi ma'lumot kiritish hisoblanadi. Misol sifatida aytadigan bo'lsak, yangi foydalanuvchi yaratish, yangi mahsulot qo'shish va shunga o'xshash bir qancha misollarni create amalining ichine kiritsak bo'ladi. Read'a keladigan bo'lsak, bu saqlangan ma'lumotlarni o'qishda bizlarga yordam beradi. Misol uchun talabalar ro'yxatini ko'rsatish,
profil ma'lumotlarini chiqarish, to'g'rimi? Update bu mavjud ma'lumotni yangilash. Misol uchun foydalanuvchi ismini o'zgartirish yoki bo'lmasam narxni yangilash. Delete amali ma'lumotni o'chirish uchun ishlatiladi. Misol uchun aytadigan bo'lsak, izohni o'chirish yoki bo'lmasam foydalanuvchini bazadan olib tashlashni aytsak bo'ladi. Endi React Native'da ma'lumotlar bazasi bilan ishlash arxitekturasidan keladigan bo'lsak, mobil ilovalarni ishlab chiqishda dastur kodini tartibli va tushunarli yozish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa ma'lumotlar bazasi bilan ishlashda kodni to'g'ri tashkil etish, ilovani barqarorligi, kengaytirilishi va qo'llab-quvvatlanishini osonlashtiradi bizlara. Shu sababli zamonaviy dasturlashda qatlamli arxitektura yondashuvi keng qo'llanilib ketiladi. React Native ilovalarida odatda ma'lumotlar bilan ishlash uchta asosiy qismdan iborat bo'ladi: UI qatlam, servis qatlami va database qatlami. Bu qatlamlar o'zaro bog'langan bo'lsa-da, har biri alohida vazifani bajarishga bizlarga yordam beradi. UI qatlami bu foydalanuvchi bilan bevosita ishlaydigan qism hisoblanadi. Bu yerda foydalanuvchi ma'lumot kiritadi, tugmalarni bosadi va natijalarni ko'radi. Misol uchun, text input orqali matn kiritildi, button orqali amal bajariladi. Flatlist orqali ma'lumotlar ro'yxati chaqiriladi. UI qatlam faqat interfeys bilan ishlash kerak, ya'ni bu ma'lumotlar bazasi bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlamasligi lozim. Endi servis qatlamiga keladigan bo'lsak, servis qatlami bu ilovani asosiy logikasi joylashgan qism hisoblanadi. Buni Logic deb nomlasak ham bo'ladi. Bu qatlam UI va ma'lumotlar bazasi o'rtasida vositachi vazifasini bajaradi biz uchun. Bu yerda ma'lumotlar tekshiriladi, qayta ishlanadi va kerakli shakllar keltiriladi. Misol uchun foydalanuvchini saqlash, ma'lumotlarni olish, yangilash yoki o'chirish funksiyalari shu qatlamda yoziladi. Servis qatlami kodni tartibli qiladi va uni qayta ishlatishni bizlarga osonlashtirib beradi. Database qatlamina keladigan bo'lsak, database qatlami ma'lumotlarni saqlash va boshqarish uchun xizmat etadi. Bu yerda asynchron storage, SQLite, Firebase, Firestone kabi texnologiyalar keng qo'llaniladi. Ushbu qatlam ma'lumotlarni yozish, o'qish, yangilash va o'chirish kabi operatsiyalarni o'z ichine qamrab oladi. Qatlamli arxitektura quyidagicha ishlaydi. Foydalanuvchi UI orqali amalga oshiradi. UI bu so'rovni servis qatlama yuboradi. Servis qatlama esa database qatlam bilan ishlaydi va natijani yana UIga qaytarib beradi. Shu tarzda tizim tartibli va mantiqiy ishlaydi. Bunday yondashuvning asosiy afzalliklari shundan iboratki, kod aniq tuzilgan bo'ladi, xatolarni topish osonlashadi, tizimni kengaytirish qulay bo'ladi va dastur qismlarini qayta ishlatish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bundan tashqari jamoa bo'lib ishlashda ham bu yondashuv juda samarali hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, React Native ilovalarida ma'lumotlar bazasi bilan ishlashda UI, servis va database qatlamlarini ajratilgan bo'lib, shunday arxitektura eng to'g'ri va samarali yondashuv hisoblanadi. Bu esa ilovani sifatli, barqaror va foydalanuvchi uchun qulay bo'lishini bizlarga ta'minlab beradi.